أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. Hurmatli qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo bugungi bizning bu uchrashishimizni bizning nomi amal daftarlarimizdagi yaxshi amallarning qatoridan qilsin. Men bugungi uchrashishda bugungi so'zimni islom ummatining yoshlariga qarataman. Chunki yoshlar bo'lsa islom ummatida bor bo'lgan eng qimmatli bir kuch. To'g'ri, mayli bir ummat bo'lsin, mayli bir davlat bo'lsin, shu ummatning, shu davlatning ko'p imkoniyatlar bo'ladi. Iqtisodiy imkoniyat, harbiy imkoniyat, jug'rofiylik imkoniyat, strategik imkoniyat degandek. Ammo islom ummatida bor bo'lgan eng qimmatli boylik va imkoniyat bo'lsa islom yoshlaridir. Biz dunyo musulmonlarining, dunyodagi islomning kelajagini uqmoqchi bo'lsak, islom ummatining yoshlariga qarasak, javob nihoyatda aniq chiqadi. Mush islom yoshlari nimaga qiziqadi? Islom yoshlari nima ko'ngil bo'ladi? Islom yoshlarining g'oyis nishoni nima? Mushni bilsaklam, biz kelajakdagi islomning va kelajakdagi musulmonlarningki ahvolini nihoyatda aniq ko'rib olamiz. Musulmon yoshlarning islomga nisbatan nihoyatda cho'ng bir majburiyati bor. Musulmon yoshlar bo'lsa, mana bu islom ummatining turiki. Bu musulmon yoshlarning g'ayrati bilan, iymoni bilan, islomi bilan islomning va islom ummatiningki parlaq istiqboli, islom ummatining izzat obro'yi mushu yoshlar bilan bo'ladi. Shuning uchun o'zini musulmon degan har bir qiz o'g'il yoshlarimiz o'zining gadiniga tushgan bu islomiy iymoniy mas'uliyatni cho'qim bilish kerak. Bu majburiyatni bilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Qur'on hadisda ko'rsatgan ta'limot bo'yicha o'z majburiyatini ado qilish kerak. Mana bu majburiyatni ado qilish yo'lida jonajon payg'ambarimiz va shu payg'ambarimizning bahodir sahobalari bizningki nihoyatda yaxshi o'rnakimiz bo'la oladi. Biz Rasulullohni va Rasulullohning sahabalarini o'zimizga o'rnak qilib, mushu ummatni xorliqdan, ojizlikdan izzatga, obro'yga, qudrat tepishga, bir insondek yer sharida musulmondek yashashga bir yetaklayli deydi ekanmiz. Mana bu sahobalar bizning o'rnakimiz bo'la oladi. Endi biz navbatda bu yoshlarimiz ahvoliga qarab boqaylik. Bu yoshlarning ahvoliga qaraydigan bo'lsak, bu yoshlarimiz nima ko'ngil bo'layotdi? Hozir o'zini musulmon deb, o'zini men haqni tushundim degan yoshlarimiz ko'pinchisi shu iqtisodga, xotinga, uyga, mashinaga, xizmatga, shu nada rohat bo'lsa, nada uyum bo'lsa, nada sayohat bo'lsa, mushunga ko'ngil bo'lyapti. To'g'ri, iqtisodga ko'ngil bo'lish, uyga ko'ngil bo'lish, mashinaga ko'ngil bo'lish, bularmi Alloh halol qilgan tariqada bo'lsa bo'ladi. Lekin buning ko'ngil bo'lganlikning o'zi bu nihoyatda bir xatarlik ahvol. Navbatda dunyoda nurg'un musulmonlar boshqalar tarafidan ezilyotdi. Buning g'amini siz imamsiz qarindishim. Bir yosh qo'pib, mening g'amim navbatda dunyoda Alloh va Allohning rasulini to'g'ri bir Qur'on hadis bo'yicha tatbiqlaydigan bir davlat yo'q. Men mushning uchun g'amiyatman deydigan yoshlarimiz qani. Dunyodagi barliq medialar, e'lon tashviqot qurollari islomga shiddat bilan hujum qilyapti. Men bo'lsam buningga yetarli darajada radiya beramayapman. Men qanday qilishim kerak deydigan yoshlar qani. Navbatdagi tor tashviqot qurollari, telefon, kompyuter mushu orqali Allohning dinini qanday yetkazaman deb mushuni g'amini yeydigan yoshlarimiz qani. Islom dunyosini namratlik, nadonlik, qaloqlik qoplab ketdi. Men qanday qilgan chaqda mushu mu'min musulmonlarni mushundaq nachar illatlardan qutlishga
bir kishilik hassamni qo'sha olayman degan yoshlarimiz qani? Mashriqdan mag'ribgachilik islom ummati zulm qilinayotgan mushu davrda yashayotgan yoshlarimiz, men qandoq qilgan chaqda mushu mazlum millatga yordam qila olayman deydigan yoshlarimiz qani? Navbatda yer sharida 1,6 milliard musulmon bor deyilyotdi. Ammo yer sharining butun aholisi 7 milliard. Demak 5,4 milliard odam dinning bu islom din to'g'riliq bir narsa anglamayotdi. Anglagan taqdirdami islomningki buralgan, o'zgartirilgan, burmlangan holatini va mushundoq bir obrazini anglayotdi. Bir yosh qopib men ashlar qandoq qilgan chaqda islomni to'g'ri yetkazaman deb g'am yemisi bo'lamdi. Bunda g'am yeydigan yoshlarimiz qani? Qani ay men musulmon degan yoshlar, sil qani? Mana bu masalalarni silib biz yoshlar g'amini yemasak, bu masalalarning g'amini biz yemasak, bu masalalarning g'amini biz qilmasak, mushning uchun tirishmasak, buni kim hal qiladi? Bu islom ummatining ustiga tushgan bu zulm, bu izilish, bu nadonlik, bu qaloqlik, buni kim hal qiladi qarindoshlar? O yeshi 50-60 yoshga berib qolgan qarilarimiz hal qilib beramdi ya? Yo Amerika hal qilib beramdi? Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hal qilib beramdi? Yoki Dunyo bankasi hal qilib beramdi? Bu masalani islom yoshlari, men musulmon degan yoshlar buning g'amini yemasa kim yeydi? Biz navbatda mash islom ummatidagi yoshlarning eng cho'ng bir xatarli qiyinchiligi nima desak, mush islom yoshlarida bir xil aniq g'oya nishonning bo'lmaslik, iroda bo'lmaslik, nishoni aniq bo'lmaslik. Bu yoshlarning butun g'ami xotinda, uyda, mashinada, shirkatda, pulda mushul bo'lish. Voy biz dedik bu hammasi bir xato ish emas. Lekin mushning hammasi bir musulmon yoshning g'ami mushu bo'lib qolsa, musulmon qizning g'ami mushu bo'lib qolsa, xatar mana bu yerda. Tig' ba'zilarimizning g'ami bir yangi telefon, yangi naqsha, yangi muzika, yangi film, kino. Tig' mushu bir yoshlarning g'ami bo'lib, qizlarimiz bo'lsa moda, voy u moda bo'pti, bu moda bo'pti, unda yangi narsa chiqibdi, Turkiyadan u kelibdi, Poloniyadan bu kelibdi deb. Mana bu musulmon yoshlarningki g'oyasi, nishoni, ko'ngil bilishi, qiziqishi mana bu bo'lib qolsa, bizning holimiz navbatdagi holatga bo'lib qoldi qarindoshlarimiz. Biz nima ish qilyapmiz qarindoshlar? Biz dunyo xabarlarini ochadigan bo'lsak, Falastindagi bolalar bo'lsa, Yahudining tanklarga tosh etayotgan. Misrga qaraydigan bo'lsak, Misrdagi yoshlar o'zlariga to'xtamay etilayotgan o'qlarning ovoziga parvo qilmay, tanklarning, avtomatlarning o'z tarafga qarilib etilayotganiga parvo qilmay, o'zining bir kishilik huquqi, o'zining bir qonuniy huquqi, o'zining erkinligi uchun nima ish qilyapti qarindoshlar? Bizning yoshlarimiz-chi? Ya biz cho'ng'imidikmi taqa? Ya biz kichikmi ya? To'g'ri. Biz ideyada kichik, dinni tushunishda kichik, axloqda kichik, g'oya nishonda kichik. Ammo yeshimiz kichik emas. Qarindoshlarimiz, sizlar shariatdagi muhim bir masalani bilib olinglar. Navoda bir o'g'il balog'atga yetsa, ya'ni ya balog'at yoshiga yetsa, ya'ni taxminan 15 yoshga yetsa, qiz odat ko'rsa, shariatda bu odamlar butun Qur'on, hadisda buyurilgan ishni qilishga, chekilgan ishni yenishga taklif qilingan, shuning buyurilgan bir shaxs aylanadi. Unda bo'lgan ekan, sizning har bir bosgan qadamlaringiz, har bir harakatingiz, har bir jim turgan ishlaringizning hammasi hisob qilindi degan gap. Alloh subhanahu va taolo sizni yaratgan ekan, sizning nima qila oladiganligingizni va nima qilolmaydiganligingizni obdan biladi. Sizning qudratingizni, imkoniyatingizni Alloh subhanahu va taolo aniq biladi. Va shu qudratingiz, imkoniyatingizga yarasha farz ibodatlarni, vojib ibodatlarni sizga bekitgan.
navoda siz shu majburiyatlarni ado qilmaydi ekansiz, balog'at yetgandikinlar qiyomat kunsi chuqum buning hisobini berasiz. Namozni tark etsangiz do'zax azobi bilan azoblanasiz. Oq tamokiga berilsangiz buning jazosini tortasiz. Alloh subhanahu va taolaning cheklagan ishlarini qilsangiz chuqum bu cheklagan ishning jazosini tortasiz. Demak, mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, 14-15 yil bor ekan, bu islom dinida haqiqiy bir odam, ya'ni qonun bo'yicha mas'uliyat ortilgan kishi qatorida hisob elinadi. Bo'libmi har bir inson o'zining yoshligidan nihoyat inchga va kaskin savol so'roq berdi. Bu haqda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharif shunda deydi: "Va an shababihi fima abla." Ya'ni mush qiyomat kunsi Alloh birinchi so'raydigan savollarning qatoridan har bir odamningki mush yoshligini nima bilan o'tkazdi? Yoshligini nimaga sarf qildi? Yoshlik bosqichini nima uchun ishlatdi? Mushni noit inchik so'rilganligi Rasululloh bu hadisda bayon qilib bergan. Har bir inson yosh vaqtida noit cho'ng ne'mat ato qilingan bo'ladi. Sog'lomlik, tafakkur, kuch, aql, mushu barliq imkoniyatlaringizdan qiyomat kuni so'rilsiz. Biz mushu sahobalarning hayoti qaraydigan bo'lsak, bu islom yoshlarga boshqacha alohida qaraydiganligini bilib olaymiz qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam payg'ambar qilib avatilgandan keyin Rasululloh mush da'vatni kimga qaratdi? Mushu diniy majburiyatni, mush dinni taqitishni kim o'z ustiga oldi? Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mush islomdan iborat bu omonatni kimningki dulusiga otdi? Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mush Makkadagi bir hayot tuzumini, ya'ni kufrlik hayot tuzumini isloh qilish, o'zgartirishda kimga yo'landi? Balki mush butun yer sharidagi kufrlik tuzumini o'zgartirishga, isloh qilishga Rasululloh kimga yo'landi qarindoshlar? Makkadagi zolim zo'mgarlarga kim maydasini kirib chiqa oladi? Makkadan keyin sharqda bo'lsa Kisra, g'arbda bo'lsa Qaysardan iborat mush imperiyalarga kim maydasini ko'tarib Allohu akbar deb Allohning dinini kim yetkazalaydi? Rasululloh bu majburiyatni kimga tongdi? Kimning ustiga otdi? Bu hammamizga ma'lum. Bu bo'lsa-mu shu Rasulullohning davridagi yoshlar edi. Biz islom tarixini o'qiydigan bo'lsak, Zubayr ibn al-Awwam degan nihoyat katta bir zotni uchirtimiz. Bu Zubayr al-Awwamni bilamsizlar qarindoshlar? Zubayr ibn al-Awwam musulmon bo'lgan vaqtida nihoyat 15 yosh edi. Bu islom tarixida bu kishiningki islomni ko'rsatgan palvonligi, islomga singdirgan qini bu so'zlab qolsak ayrim dars bo'ladi. Shu chaqda Zubayr ibn al-Awwamning yoshi qancha yoshdi bilamsizlar? 15 yoshdi. Talhat ibn Ubaydullah 16 yosh. Sa'd ibn Abi Waqqas 17 yosh. Arqam ibn al-Arqam necha yosh bilamsizlar qarindoshlar? 16 yosh. Biz ashularning tarixini o'qiydigan bo'lsak, aytaylik, Arqam ibn Arqam bo'lsa, mush Rasululloh payg'ambar qilib avatilib to Madinaga hijrat qilishchi bo'lgan 13 yil jarayonida o'zining uyini Rasulullohning da'vat qiladigan maxfiy baziga aylantirib berdi. 16 yoshlik bir sahoba mush butun Rasulullohning da'vati, qanday da'vat qilish plani, mushu islomning muhim masalalari mush Arqam ibn Arqamning uyida beriladi. Hamda biz mush sahobalarni Talhat ibn Ubaydullah, Sa'd ibn Waqqas, Arqam ibn Arqam, Zubayr ibn al-Awwam mushlarning hammasi bizning zamonimizda bo'lgan bo'lsa, hozir to'liq o'tirdi o'qiyotgan ballar edi qarindoshlar. Hammasi to'liq o'tirdi o'qiydigan ballar edi. To'g'ri, biz hozir Sa'd ibn Abi Waqqas, Arqam ibn Arqam desak, noiti zo'r katta mushunda cho'ng odamlardek tuyuladi. To'g'ri, ular qilgan ishlar bilan, islomga qo'shgan hassillari bilan, islom tarixida singdirgan qini bilan noiti cho'ng odamlar bo'lgan bilan yeshida mushunda kichik 15 yoshlik, 16 yoshlik, cho'ng 17 yoshlik mushunda yoshlar edi qarindoshlar. Ular yosh cho'ng bo'lmagan bilan aqlda, iymonda, amalda, axloqda
islomga kuch chiqarishda mana haqiqiy cho'ng bir erlar edi. Biz yana bir vaqalikni tilga olaylik qarindoshlar. Hammamiz bilamiz, mush eng dongliq sahaba Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu. Bu Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu 13 yoshligida nimani o'ylaydi bilamsizlar qarindoshlar? Endi 13 yoshlik bola hozir bizningki to'liqsiz o'tirdi o'qiydi. Mushu Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu musulmonlarning mush Badr urushiga chiqadiganligini anglab, qalbida islomga bo'lgan bir xil muhabbati harakatlanishga boshladi. Islomga bir has qo'shish tuyg'usi jim tug'izmadi bu balni. Shuning bilan qilchini elib Rasulullohning qishig'i bordi. Bu Zayd ibn Sabitning qilichi o'zidan uzun edi yani. Qilich bu balaning bo'yidan egiz edi. Musulmonlarning qo'shiniga qo'shilish uchun Rasulullohning qishig'i bordi. Biz islom uchun bir ish chiqib qolsa, bir mas'uliyat kelib qolsa, beshimga balo kelamiki deb qashqan bilan mana bu Zayd ibn Sabit bir jang borkan desa, o'zidan egiz qilishni elib Rasulullohning qishig'i bordi. Endi shariat bo'yicha aytgan vaqtida bu Zayd ibn Sabitningki Rasulullohning qishig'i berib jangga qatnashish mas'uliyati yo'q edi. Chunki balog'at ketmagan. Shuning bilan Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Zayd ibn Sabitni ko'rib, "Sen kichikkansan" deb askarlikka qabul qilmay qaytirib etdi. Bu Rasulullohning qabul qilmasligi mana bu Zayd ibn Sabitga ig'ir keldi. Navbatda bizning yoshlarimiz, erlarimizga ig'ir kelmaydigan, balki omad deb hisoblanadigan bu ish Zayd ibn Sabitga ig'ir keldi. Shuning bilan bu Zayd ibn Sabit yig'lig'incha onasining qishig'iga qaytib keldi. Chunki Rasul sallallohu alayhi va sallam Zayd ibn Sabitni jihad qilishdan cheklagan edi. Ammo bu aqlliq, haqiqiy mu'min qandoq bar tarbiyalashni biladigan bu ona u bolasiga nim dedi: "Voy balam, g'am qilma. Sen islom uchun xizmat qilishni xohlaydi ekansan, boshqa bir shaklda xizmat qilsang bo'ladi. Bizning maqsadimiz islom uchun xizmat qilish. Sen bu jihad qilishga qilolmasang, boshqa bir shaklda qilsang bo'ladi. Asosiy maqsad islom uchun xizmat qilishdan bo'ldi" deb nima dedi? Sen bo'lsang yezishni, o'qishni bilasan va shundaqla Qur'oni Karimdagi ko'p suralarni yodab bo'lding. Ashunda bo'lgandan keyin sen mush sohada Rasulullohga xizmat qila olaysan deb bu balni elib Rasulullohning qishig'i bordi. Shuning bilan bu Zayd ibn Sabit Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning vahiyni yozdigan katuga aylandi qarindoshlar. Qayat qavat osmondan Jibril tushadigan Allohning kalomi bo'lgan vahiyni yozdigan bir katta zotga aylandi. Shuning bilan ibrit tilini, ya'ni yahudilarning tilini o'rgandi, Siryoniya tilini o'rgandi. Shunda qilib Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning tarjimonligini qildi. Ya'ni bir tarafdan vahiy yozdi, bir tarafdan til o'rganib Rasulullohning tarjimonligini qildi. Mush chog'da mana bu Zayd ibn Sabit necha yoshda desa, 13 yoshda qarindoshlar. Ya'ni hozirgi zamonda agar yashab qolgan bo'lsa, to'liqsiz o'tirdi o'qiydigan bir bola edi. Biz yana bir vaqalikni deylik qarindoshlar. Mush Rasulullohning davrida mush ummatning fir'oni deb atiladigan nayt zolim, islomga chishtirig'idan tortib o'shmanlik qildigan, haqiqatga o'shmanlik qildigan nayt zolim Abu Jahl deb atiladigan, Allohning la'nati buningga bo'lsin, bir kafir bor edi. Bu Abu Jahl bo'lsa, mush Makkadagi mushriklarningki kattasi va mush Badr urushidagi mushrik askarlarning qo'mondoni edi. Abdurrahman Avf degan sahoba shunda deydi. Bu vaqalikni Imom Buxoriy rahmatullohi alayh naql qilgan. Men deydi mush Abdurrahman Avf radhiyallohu anhu. Mush Badr kunsi shu bir saf tizilib tursam, meningki o'ng tarafimda 1 yosh, so'l tarafimda 1 yosh, ya'ni 15-16 yoshlar atrofidagi 2 bal turibdi deydi. Hadisasin degan taqibi 15-16 yoshga kirgan kichik bolalar turibdi deydi. Shuning bilan men bu ikkisininki bu tug'undan tas xotirjam bo'ldim, kichkina bol tonga xotirjam bo'lolmadim deydi. O'ng tarafim tug'uni Muaz ibn Jumuh deydi. So'l tarafimda tug'uni Muawwaz ibn Afrat deydi. Birisi bo'lsa 14 yosh, yana birisi bo'lsa 13 yosh edi deydi. Hamda bularning askarlik qabul qilishi, masalan, Zayd ibn Sabit bu chaqda askarlik qabul qilinmagan. A2 qabul qilingan. Demak, endi A2 balkim bu isal cho'ngroq bo'lish mumkin. Shuni Rasululloh balkim bu jangga qabul qilgan bo'lish mumkin.
Endi bizda do'q Zayd ibn Sabitning ko'tarib olgan qilish uningki jismidan uzun edi dedi. Endi bu Abdurrahman Avf radhiyallohu anhu deydi. Ya'ni o'ng tarafimda birisi, so'l tarafimda bir yosh turdi, birisining yoshi 13, birisining yoshi 14. Shundan bu yoshning biri mana shundoq, ham birisiga anglamasin deb maxfiy holatda, ya'ni Muaz ibn Umar ibn Jumuh deydi. Abdurrahman Avf degan sahobadan yendiki odam anglab qolmasin degan tariqani bo'sh qilib shunda so'radi deydi. Nima uchun shunda bo'sh qilib so'raydi? Chunki u mush yaxshi savob ishni qilishga tashabbuskorlik bilan oldida o'z qilib, oldida minib mushunda qilishni maqsad qilib, mushunda maxfiy so'raydi qarindoshlar. Mana bu 14 yosh kirgan bola yaxshilik qilib olish uchun, boshqalarning oldida minib olish uchun ash maxfiy deb o'y qandab o'ylab baqilay qarindoshlar. Nima dedi? Ey tag'a, menga bir Abu Jahilni ko'rsatib qo'ysangiz deb shunda dedi. Men voy inim, sen bu nima qilding Abu Jahilni? Sen bo'lsang mushriklar qo'shindagi eng cho'ng bir odamni, ya'ni mushriklarning katta to'g'liq so'rayotsan, sen buni nima qilding desam, u odam Rasulullohni tillaydi ekanmish deb shunda dedi. O'ylab baqili. Mana bu 14 yosh kirgan Muaz ibn Amr ibn Jumuh degan bu yosh Rasulullohning haqorat kuchurganini anglabdi. Bu yoshga nisbatan bu noit cho'ng bir fojialik voqea bo'ldi. Bu Rasulullohni haqoratlagan odam qanday odam bo'lishdan qat'i nazar Rasulullohni tilgan ekan, mana bu Muaz ibn Jumuh uchun noit fojialik bir voqea bo'ldi. Shuning bilan bu Muaz ibn Jumuh o'z vaqtida nima deb qasam qilgan bilamsa? Mening jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, navoda men Rasulullohni haqoratlagan shu ablahni ko'rib qoldigan bo'lsam, yo u o'ladi, yo men o'laman. Ya'ni qaysimizning ajli oldida kelsa, ikkimizning birisi chuqum o'ladi. Ya'ni men hargiz bosh qo'yatmayman. Birimiz o'lmagcha men uningdan ayrilmayman deb mushunda qasam qilgan qarindoshlar. Endi Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu shunda deydi, o'zining noit hayron qolganligini bayon qilib, "Anniki ma so'l tarafimdagi birisi mundaq ko'zini qisib men ishorat qildi" dedi. Deb ay burunqisi nima degan bo'lsa, shunda bir savolni so'radi dedi. "Voy tag'a, Abu Jahl degan qaysi bir ko'rsatib qo'yslar" deb shunda so'radi dedi. Mana bu kimdi desa qarindoshlarimiz. Bu kimdi? Muawwaz ibn Afra edi. 13 yoshlik bir bola. Mana bu 2 yosh mushu ummatning fir'oni bo'lgan, islomning ashaddiy dushmani bo'lgan, mushriklarning kattasi bo'lgan Abu Jahlni o'ltirish uchun mushunda qasamyat ichishib, nima kasson, jon kasson, Rasulullohni tilgan bundaq ablaq uchun jinimizni tikib qo'ydik deb mana mushunda qonliqini Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu bayon qilgan qarindoshlar. Shuna Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu shunda deydi, shunda qarasam Abu Jahl bo'lsa mush kishilarning orasida kuranglab mushundaq bir holatda turibdi deydi. Men shu bilan bu ikkisiga "Oni ko'midingmi?" deb Abu Jahlga ishorat qildim. Mana bu odam bo'lsa, ikkinglar so'rayotgan odam shu dedim deydi. Shuning bilan Muaz ibn Amr ibn Jumuh deydi, shunda qarasam Abu Jahl bir xil xuddi daraxtdek turibdi deydi. Ham daraxt degini bir daraxtningki g'uli bo'lsa, u daraxtning atrofida necha shoxlari bo'lgandek, yana bu yerda bunda demakchi o'g'ini Abu Jahl o'ttirgan atrofini butunlay Abu Jahlning qo'dug'chilari mushunda qo'g'dab bir odam yaqin keltirmay mushunda tug'analat ko'rdim deydi. U qo'dug'chilar bo'lsa, bu Abul Hakam, ya'ni Abu Jahlningki Abul Hakam degan ismim bor. Bu Abul Hakamga hech kim yaqinlashtirmaymiz deb mushunda qo'g'dab turibdi ekan deydi. Shuning bilan Muaz ibn Jumuh deydi, "O'zimni mush Abu Jahl tarafga qartib otdim" deydi. Yugagan pet otdim. Shuning bilan men uningga faqat yiqilishamadim deydi. Yiqilishamay qilish bilan shu bir chapqadimni bilma, qarasam qilichim uning putini yerimdan uzibdi deydi. O'ylab baqilib qarindoshlar. 14 yoshlik bir yosh mu'minning qonishma shu. Bir qilish bilan mushu ummatning fir'oni deb atilgan mushu zolim kofirning bir putini jasadidan ayirib bir qilish bilan. Hozir bir doktorlarimiz bir odamning putini kesmoqchi bo'lsa, har deb pishonlardan xalta oqqizib, xal jafotatgandan keyin anidan keyin kesalaydi. Ammo
mana bu yoshninki ash bir qilishlarlam Abu Jahlning putini jasadidan ayirganligi bayon qilingan. Mana bu sahobalardagi yoshlarning himmati, mana bu sahobalardagi boturlikning obrazi, mana bu shu zamondagi mu'min yoshlarning Alloh yo'lidagi jihodni ko'rsatgan mahoratlari, mana bu shu zamondagi yoshlarning bilikining kuchi, mana bu sahobalarningki jihodda bo'lgan samimilik. Endi bu Muaz ibn Amr ibn Jumuh deydi, shuni men Abu Jahlni chepib shunda putun uzvatsam, u Abu Jahlning o'g'li Ikrama deydi. Meni qilish bilan shu dumbamga birni chapdi deydi. Endi bu Ikrama u vaqtida musulmon bo'lmagan vaqt qarindoshlar, keyin musulmon bo'ldi, g'ulomga birni chepatdi deydi. Chunki bu Ikrama radhiyallohu anhu hijratning 9-yil musulmon bo'lgan. Bu Badr urushi hijratning 2-yil bo'lgan qarindoshlar. Deydi uni Muaz ibn Amr. Ikrama mushu dumbamga, ya'ni shu g'ulomga birni chapdi, mening qo'limni uzvatdi deydi. Qo'limni uzatibdi, qo'shu teri shu chaptishib qoldi deydi. Ya'ni qo'li uzilib, qo'lni ter tutib qoldi deydi. Shuning bilan men butun kun jang qilib chiqdim. Qo'lim bo'lsa, mushta so'rilib turadi deydi. Ya'ni mush Abu Jahlni chepib putni uzatgandan keyin uning qo'lini Abu Jahlning o'g'li Ikrama uzatdi. Amdi qo'lni bir ter tutib qolganda qo'lim deydi. Shunday mush jang qilish jarayonida qo'lim so'rilib turilib deydi. O'ylab baqilay qarindoshlar. Mush qo'li uzilib, so'rilib tursa, qanday qildi? Yana davomli shu kuni butunlay jang qilib chiqdim deydi. Ya'ni Alloh yo'lida mushundaq fidokorlikni ko'rsatgan mana bu yoshlarimiz. Nima uchun mushundaq qo'li so'rilib tursama og'riq his qilmaydi? Nima uchun bo'shab qolmaydi? Nima uchun va bo'ldi-ku men mushunchilik qildim, hamda asta berib davolanib, hamda mening majburiyatim tugdi demaydi qarindoshlar. Chunki bularning qalbini iymon, islom, Allohning muhabbati, Rasulullohning muhabbati haqiqiy egallagan. Shuning uchun ular og'riqlarni his qilmagan qarindoshlar. Bu Muaz ibn Amr ibn Jumuh deydi. Shuning bilan to'l qo'lim so'rilib meni xaf qildi. Shu putim bilan tasablam uzvatdim deydi qarindoshlar. Ya Allah. Mana bu navbatdagi yoshlarimizga va shundaqla bizga, menga, sizga, hammamizga dars bu qarindoshlarimiz. Mana bu sahobalardan Alloh subhanahu va taolo o'zining rozi bo'lganligini Qur'oni Karimda bayon qilgan. Radiyallohu anhum va radu an. Biz faqat shularning yo'lini tutgan vaqtida onandan keyin haqiqiy mu'min bo'la olamiz. Rasululloh bo'lsa, oshularni bizga o'rnak qilib bergan. Rasululloh nima degan? Mening sahobilarim osmondagi yulduzlarga o'xshaydi. Sizlar ularga ergashsanglar, ezib ketmaysizlar degan. Biz sahobalarni o'rnak qildik-ekanmiz, sahobalar yashagandek yashaydi ekanmiz, sahobalar qani qildi ekanmiz. Inshaalloh Rabbimiz taolo bizdan rozi bo'ladi. Agar ularni o'rnak qilmaydi ekanmiz, bizning ahvolimiz xatarli qarindoshlar. Ondan keyin Muaz ibn Amr ibn Jumuh putun uzvatgandan keyin kim keldi? Keyindan inisi Muaz ibn Afra kelib Abu Jahlga yana bir qilish uribdi, shundan joyiga yiqildi. Keynidan Abdullah ibn Mas'ud kelib uning kallasini oldi qarindoshlar. Demak, mana bu 13 yoshlik, 14 yoshlik bu yoshlar bo'lsa, mushu ummatning fir'oni bo'lgan Abu Jahlni o'ltirib bo'lib to'xtab qolmadi. Ishkilisi yana davomli jangni davomlashtirdi. Muaz ibn Jumuhningki qo'li so'rilib qopti, qo'lni dastlab uzvatdi. Muaz ibn Afra bo'lsa, shu Badr urushida oxirgacha jang qilib shahid bo'ldi. Mana biz bu yoshlardan so'zlab, bu yoshlar haqida so'zlaganimizda yeshi 13 yosh va 14 yoshlar kishilar haqida so'zladik qarindoshlar. Mana bularning Allohning diniga bo'lgan muhabbati, Allohning rasuliga bo'lgan muhabbati, islomga yordam berishda bularning qanchalik raqobatlashishi, mana bular bo'lsa islom yoshlari, haqiqiy islom yoshlarining vakillari, islom yoshlarining faxrli o'g'lonlari mana shu qarindoshlar. Endi biz Rasul akram sallallohu alayhi va sallamningki mush yoshlarga qanday ko'ngli bildiganligini yana bir voqea so'zlash orqali sizlarga taxmin bu masalani yo'ritib beray. Mush Rasul akram sallallohu alayhi va sallam oxirgi umrida mushu hozirgi Yevropa deb qo'yamiz, mush Yevropa qo'shinlarininki mush musulmonlarga hujum qilishga tayyorlik qilayotganligini anglagandan keyin
Rasul akram sallallohu alayhi vasallam sahobalardan bir qo'shin tashkil etdi. Bu qo'shinga Usama ibn Zayd degan yoshni qo'mondon qildi. Hamda bu Usama ibn Zayd shu vaqtda 18 yoshli edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'z davridagi eng cho'ng bir qo'shinga, ya'ni o'z vaqtidagi Rum, ya'ni bir Yevropaga urush ketib qolgan bir qo'shinga Usama ibn Zaydni qo'mondon qildi. Endi bu musulmonlarning ichida shu vaqtidagi mayli askariy sohada bo'lsin, mayli harbiy qo'mondonlik sohasida bo'lsin, dastlabki davrdagi islom kirganlar qatoridan bo'lsin, mayli dinda olimlar qatorida bo'lsin, giganit sahobalar bor edi. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu o'xshash, Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'xshash, Hazrati Osman radhiyallohu anhu o'xshash, Hazrati Ali radhiyallohu anhu, Ubayd ibn Jarrah radhiyallohu anhu o'xshash nihoyatda hamma sohada yetishgan giganit sahobalar bor edi. Shunda turg'liq qarindoshlarimiz Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bu qo'shinga Usama ibn Zaydni qo'mondon qildi. Endi o'ylab baqilay, Usama ibn Zayddan 18 yosh desak, hozir taxminan bir to'liq o'tirni bitirgan yoki to'liq o'tirni o'qiyotgan bola degan gap. Endi bu 18 yoshli bola o'z vaqtidagi muhojir ansorlarning qo'mondoni bo'ldi degan gap. Bu qo'shin yoki menda bir razvedka qilg'ili, yoki menda bir mashq qilg'ili, yoki bir oddiy ish uchun ketmaydi qarindoshlar. Balki shu zamondagi eng kuchli Rum imperatorligining qo'shin bilan jang qilib ketgan qo'shin edi. Hamda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mushunda bir 18 yoshli bolani mush qo'shinga boshliq qilib, mush qo'shinni bir halokatga ihtirom etdi. Unda emas. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Usama ibn Zayd degan bu yosh sahobadagi talon, iqtidor, qobiliyatni his qila oladi. Va bu sahobada mushu mas'uliyatni ustiga olalig'idek bir iymon, qobiliyatning borlig'ini Rasululloh bildi. Chunki bu yosh mushu qisqagina vaqt ichida urush san'atlari, jang qilish san'atlari, qo'mondonlik qilish mahoratlari, boshqarish ilmlari va shundoqla diniy bilimlarni mushu xatarlik mansabga loyiq bo'g'dak darajada egallagan edi. Hamda demak, mana bu Rasulullohdan mushu islom ummatining yoshlariga berilgan ishorat edi. Rasululloh nima demoqchi bizga? Butun islom ummatiga nima demoqchi? Yoshlarning qobiliyatini salchaqlamanglar. Yoshlar bo'lsa ummatning qo'mondonlari, yoshlar bo'lsa ummatning umidi, yoshlar bo'lsa mush ummatning gullanishiningki tub yiltizi deganni mushada hammamizga mush vaqalik orqali sahobalarga va keyingi ummatlarga ko'z tutadi. Usama ibn Zayd bo'lsa yo bir cho'ng sahobining yoki bir qabila boshlig'ining yoki bir katta odamning bolasi emas edi qarindoshlar. Usama ibn Zayd bo'lsa bir oddiy bir odamningki bolasi edi. Usama ibn Zayd bo'lsa Zayd ibn Harisa degan Rasulullohning ozod qilgan qulining bolasi edi. Demak, tovar o'rinda ifsatilgan bir odamning bolasi edi. Lekin bu yoshning iymoni, ilmi, mahorati, qizg'inligi mana bu o'ringa muyassar qildi. Mana biz buningdan Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning yoshlarga qanchalik ahamiyat berdiganligini va shundoqla Abu Bakr Umar radhiyallohu anhu bayadimi Usamadek bir 18 yoshli bolani harbiy qo'mondon qilgani nayt cho'nqur ma'na va mazmunga ega qarindoshlar. Yana kelib Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karimda Kahf surasi degan bir sura bor. Bu sura Qur'oni Karimdagi ajoyib katta sura bo'lib, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam har bir mu'min musulmonni har juma kunsi bu surani o'qishga tavsiya qilgan. Nima uchun Qur'ondagi 114 suradan har juma kunsi bu Kahf surasini o'qishni Rasululloh bizga vasiyat qilgan? Chunki bu Kahf surasi, Kahf degan g'or degan bo'lib, ma'lum bir yoshlarning o'z davrida islom uchun, iymon uchun kurash qilib, oxirida mush g'orga kirib, shu yerda panolanib va mush yoshlar orqali shu zamondagi bir davlatning dini o'zgarib, shu zamonda tavhid gullanib, mush yoshlar sababli islomningki shu davrida gullanganligini bayon qilgan
bir so'ri bo'lganlikdan Rasululloh bizga bu so'rini har juma kun o'qishga tavsiya qilgan. Alloh subhanahu va taolo bu yoshlarning aslamasini mangu xotir qilish uchun Qur'ondagi bir so'rini shu yoshlarning vaqaligini bayon qilish orqali shu vaqali yoshlarning vaqaligini xotirlash yuzidan Kahf surasi deb atagan. Bundan boshqa Qur'oni Karimni varaqlasak, İbrahim alayhisolamning vaqaligi bir yosh bola Uxtud ahlininki, ya'ni o'tqa tashlangan umillarning vaqaligini bayon qilsakmi, buning kap chiqishi bir yosh bola. Mush bir yosh bar orqali shu chog'dagi bir davlat, butun davlat aholisi musulmon bo'lgan. Demak, agar biz 4-5-6 yosh bo'lsak, Ashabul Kahfdagi yoshlarning soni taxminan 7 edi. Hamda Ashabul Uxtud, qutila Ashabul Uxduddagi, ya'ni bir yoshning vaqaligini biz o'qisak, bu 1 yosh edi. 1 yosh bo'lgan bilan o'zining muborak qimmatlik jinini islom yo'lida fido qilish orqali bir davlatningki xalqini musulmon qildi. Alloh subhanahu va taolo nim demoqchi? Ey yoshlar, sizlar agar bir necha odam bo'lsanglar, Ashabul Kahfni o'zingni o'rnak tutinglar. Hamda sizning atrofingizda hech kim bo'lmay o'zing yolg'iz qolsang, mushu Ashabul Uxdudda bayon qilingan mush yoshni o'zingga o'rnak qil. Ya'ni was-samai zatil buruj degan so'ridagi qutila Ashabul Uxdud degan vaqalikni o'qisanglar, bir yoshninki bir davlatning musulmon bo'lishiga sabab bo'lganlik vaqalar kelib chiqdi qarindoshlar. Bizga deydi, tövbe bo'lsang Ashabul Kahfni o'zingga o'rnak tut. Agar yolg'iz bo'lsang, mushu Ashabul Uxduddagi yoshni o'rnak tut. Yusuf alayhisalom o'zi yolg'izdi o'rnak tut. Mana mushundaq o'rnaklarni bayon qilib, yoshlarningki mas'uliyatini va yoshlarning islomdagi o'rnini va yoshlarning islomga ko'rsatgan xizmati, yoshlarning majburiyatini Qur'oni Karim va hadisda va Rasululloh mana mushundaq aniq bayon qilib bergan. Hamda bizningki bu yerda bir savol qo'yganimiz kelyotdi. Hamda nima deb bu hozirgi yoshlar bilan u Rasululloh davrida yashagan yoshlarning o'tirsan nima degan zo'r farq hozir? Bu farq nadin kelgan? Bu ajoyib farq bor hozir bu yerda. Ular 14-15 yosh hisobilar nima ishlarni qilgan? Bizning 14, 15, 16 yoshlik bolalarimiz nima ish qilyapti? Bu farq nadin kelgan? Buning sababi nima qarindoshlar? Endi buning sababi birinchisi mushu safoliq islomiy tarbiyaning bo'lmasligida. Mush har bir musulmonning oilasida safoliq bir islomiy tarbiya bo'lmaganlikdan. Mana bu birinchi sabab. Chunki bizning uyimiz haqiqiy bir mu'min musulmonning yetildigan bir uzi. Va shundaqla bizningki mush yoshlarimizningki enida davomli Alloh subhanahu va taolaning ulug'ligi, Alloh subhanahu va taolaning bizning cho'ng kichik barliq ishlarimizni kuzatib turganligidan iborat bir iymoniy tushunchaning, iymoniy uqumning yo'qolganligida. Va shundaqla hozirgi yoshlarimizda mush oxiratga bo'lgan iymon, oxiratga bo'lgan qimmat qarash mushning yo'qolganligida. Va shundaqla bu yoshlarimizda mush aqidaga bo'lgan mehr, muhabbat, sadoqatmanlik, vafodorlikning yo'qolganligida. Endi biz musulmon oilasi o'zining bolalarini, o'ziningki farzandlarini mush aqidaga, shu ish harakatlari bilan, axloqi bilan, ilm birimlari bilan mushu bolalarini aqidaga bog'lamasa, ularni mush bo'yicha tarbiyalamasa, mana mushunda farq kelib chiqadi qarindoshlar. Bizning uyimizda ayol o'tirsida samimiylik bo'lmasa, bolalarimizda samimiyatni qanday yetishtiramiz? Bizning oilamizda o'zaro ishonch va rostchilik bo'lmasa, bolalarimizda rostchilik axloqini qanday yetishtiramiz qarindoshlar? Bizning oilamizda islom uchun yashash, islom uchun xizmat qilish, Allohga ibodat qilish, yashashdagi maqsadimiz Alloh rizoligidan iborat ish harakatlar, gap so'zlar bo'lmasa, bu balla qandoqmi aqidaga bog'langan, aqidani so'ygan, islomni so'ygan bo'lib tarbiyalansin qarindoshlar. Endi bu haqdami to'xtalsak, nihoyat gapchiq bu bir ayrim dars bo'ldi. Demak, bizning yoshlarimizning hozirgidek holat kelib qilishi mushu bir safoliq islomiy oil tarbiyasining yo'qolganligidan
mushunda bo'lgan. Ikkinchi sabab bo'lsa, mush balla yoshlarimizning mushunda bo'lish ikkinchi sabab bizda mush yoshlarimizga bir o'rnak bo'g'dak, bir o'rnaklarning bo'lmasligida. Bu munda gap hamda. Ya biz shu ballalarimizga kichigidan tortib bir o'rnak tiklab bermaganligimizda. O'zimiz mush ota-onalar, ustozlar bularga bir o'rnak tiklab bermaganlikda yoki mush oilada yoki shu jamiyatda shu yoshlarga o'rnak bo'g'dak bir odamning bo'lmasligidan kelib chiqqan masala. Chunki biz har qanday bir yoshlarni tarbiyalaydiganmiz, chuqur tarbiyalash uchun bir o'rnak bo'lish kerak. Endi bir dadi qo'pib balam tamak chekma deb o'zi bir meter tamakim tutilib tamak chekma desa, bu qanday gap bo'lib ketdi qardoshlar? Voy balam namoz o'qi, yaxshi odam bo'l deb o'zi yaxshi odam bo'lmasa, voy balam biz qo'shnilar yaxshi o'tayli deb o'zi qo'shnilar urushib tursa, balam satgak qilma deb o'zi bolasini satgak bilan tillasa, bu dada, bu oila, bu bola uchun qanday bir o'rnak bo'la olsin. Biz dedik bir tarbiyalash uchun chuqur o'rnak ketadi. O'rnak har bir oilada shu dada, ona eng yaxshi o'rnak. Shu qatorda biz payg'ambarlarningki qissasi va sahobalarning qissasi, islom tarixidagi olim ulamolarning qissasini bolalarga bildirish orqali ularning ulug'ligini, ularning jasurligini, ularning islom uchun qon, mol, jonlarini hammani berganligini mushundoq tushuntirish orqali, ularga bildirish orqali o'sha asli o'rnak tiklab bersak bo'ldi. Ammo o'sha o'rnak bo'lmagandan keyin bu bolalarda bir xil qimmat qarash, g'oya, nishon bo'lmaydi. Hozir bizning bolalarimizdan Zubayr ibn al-Awwam degan kim o, Talha degan kim o, Sa'd degan kim o, Arqam ibn al-Arqam degan kim o, Zayd ibn Sabit degan kim o, Usama ibn Zayd degan kim o, Muaz ibn Amr degan kim o, Muhammad al-Fatih degan kim o, Salahuddin degan kim o, so'rab qilib hech kim bilmaydi, hatto biz davatgan ota-onalar shuni bilmaymiz. Unda bo'lgan ekan bu balla bu hayotda kimga ergishib, kimning yo'lini tutib yashaydi qarindoshlar? Shu o'zi ko'rgan kinoda ko'rib olgan otoman, shu bolalarimiz voy otoman xosiyatli odam, yeni bir narsa deb mushundoq fosiq, fojirlarni biz bilib bilmay shularni o'rnak qilib yashaydi. Mana bu yoshlarimizningki sahobalar davridagi yoshlar bilan hozirgi yoshlarimizni o'ttirishdagi mushunda zo'r farqning bo'lishi bir yaxshi o'rnakning bo'lmasligida. Uchinchi sabab bo'lsa, mushu bir xil tushkunlashish. Hamda navbatda islom ummatininki ahvoli mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli askariy jihatdan bo'lsin, iqtisodiy jihatdan bo'lsin, ilm irfon jihatdan bo'lsin, axloqiy jihatdan bo'lsin, islom ummatining holi nihoyat tushkun va bir xil chirik holat. Shuning uchun yoshlarimiz shunda qarab, hech qanday bir umid yo'q, hech qanday bir foyda yo'q. Bu dunyodagi insonlar qaraydigan bo'lsak, butun Amerika, mush Yevropa, mush dinsiz odamlarga o'zini selishtirib, bu biz mumkin emas, necha yildan ularga yetolmaymiz degandek, mushunda bir xil tushkunlashish qarindoshlar. Mana bumi nihoyat xatarlik ahvol. Mana bulardagi qimmat qarash, bulardagi dunyo tushunch, bulardagi dunyo qarash, mana bu aqidaninki qalaymiqallishi. Buningdan insonda bir xil tushkunlik kelib chiqadi. Mana mushu farqning kelib chiqishiga bir sabab. Yana bir sabab bo'lsa, mush dunyodagi tashviqot qurollari qarindoshlar. Ana bu tashviqot qurollarininki xatari mush bir insonning ideyasiga, tushunchasiga, dunyo qarashiga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Bu bak xatarlik masala. Ana buni vaqtimi biz jiq so'zlasak gap bak jiq chiqadi. Shuning uchun men endi asosli maqsadim men bu yoshlarga xitob degan bu darsimda asosli maqsadga endi kelaman. Endi undaq bo'lgan ekan, hozirgi navbatdagi yoshlar qanday qilishimiz kerak qarindoshlar? To'g'ri, oila tarbiyasi bo'lmaslik, yaxshi o'rnak bo'lmaslik, ummatningki hozirgi ahvolining nihoyati chiriklashishi, mush tashviqot qurollarininki har xil nashayon ishlarni taqib, yoshlarningki ideyasini burmulab, nurg'un mushlar bo'tadi. To'g'ri, yoshlarimiz nurg'un qiyinchiliklarga duch kelyotadi. Lekin bu ishlarning hammasi sizni
dunyo oxiratlik mas'uliyatingizdan bosh tortishga sabab bo'lolmaydi, bano bo'lolmaydi, sizni oxiratda qutqizolmaydi. Lekin isloh qilish, o'zgarish mumkin bo'lmaydigan ish emas. Balki o'zgarish, isloh qilish shariatda talab qilingan majburiyat. Balki biz chuqum qilish tegishlik bir farz. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kullu nafsin bima kasabat rahina. Har bir odam o'z qilgan narsa shuning hisobini burdi, shuning aloqador bo'ldi, hammadan o'zini hisob burdi deydi. Bir oyat nima dedi? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Bir odam yana bir odamning gunohiga so'roq qilinmaydi. Demak, bu yerdagi islomdagi mas'uliyat bo'lsa shaxsiy mas'uliyat. Qiyomat kunsi hisobni hammamiz shaxsiy beramiz. Wa laqad ji'tumuna furada kama xalaqnakum awwal marra. Biz sizlarni burun qanday yaratgan bo'lsak, yakka bir-birlab kelisizlar deydi. Shuning uchun men mush so'zimni anglayotgan yoshlardan mening tövandagi so'zimni nayte astoydillik bilan anglashni umid qilaman. Sizlar butun vujudinglar bilan, butun diqqatinglar bilan mening tövandagi gapimga quloq solinglar qarindoshlar. Biz bir samimiy bo'laylik qarindoshlar. Biz o'zimizga bir savol qo'yaylik. Bu savolga o'zimiz javob beraylik qarindoshlar. Savol qarindoshlar. Sizlar haqiqatan Allohga iymon keltiramsizlar? Sizlar zodi yuragingning cho'nqur yerlardan Allohga haqiqiy iymon keltiramsizlar? Agar yo'q desanglar, gap tugadi. Agar shundoq iymon keltirmaysiz desanglar, sizlar Alloh subhanahu va taolaning sizni davomli ko'rib turdiganligi, sizlarning davomli qilgan ishinglarni 24 soat bilib turdiganligi iymon keltiramsizlar. Alloh subhanahu va taolaning ko'rishidan, anglishidan, bilishidan hech qanday bir shay'ining, zarrachilik bir shay'iningki mustasno emas ekanligiga iymon keltiramsizlar. Alloh subhanahu va taolaning hammadan odil, mutlaq odil ekanligiga iymon keltiramsizlar. Alloh subhanahu va taolaning yaxshi ish qilgan odamga shu yaxshiligiga yarasha mukofot berdiganligi, yomon ish qilgan odamga shu yomonlik qarta jazo berdiganligiga iymon keltiramsizlar. Alloh subhanahu va taolaning har qanday bir ishni o'zining ilohiy hikmati bilan qildiganligiga iymon keltiramsizlar. Alloh subhanahu va taolaning har qanday bir ishni hikmat bilan qildiganligiga iymon keltirsanglar, o'zinglarning nima uchun yaratilganligini, o'zinglarning yaratilishdagi hikmatning nima ekanligini bilishinglar kerak. Alloh subhanahu va taolo deydi: "Afa hasibtum annama xalaqnakum abasa va annakum ilayna la turja'un." Sizlar deydi. Ya'ni biz sizlarni baka yaratdik va sizlar Alloh tarafga qaytmaysizlar deb mushunda gumon qilamsizlar deydi Alloh subhanahu va taolo. Alloh bizni hargiz baka yaratmadi. Mushundaq yeb uchish, o'ynash, buzib chechish uchun yaratmadi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo bizni mol to'plash, boylik to'plash, mashina minish, uy solish uchun yaratmadi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo bizni o'zaro urushib, shu mol talishib, dunyo talishib, buning uchun yaratmadi qarindoshlar. Unda Alloh subhanahu va taolo bizni baka yaratib qo'ydimi? Unda emas. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolaning har qanday bir ishni hikmat bilan qiladi degan iymon keltirsangiz, undaq bo'lsa, sizning yorilishingizning hikmat nima? Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo deydi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men mayli jin bo'lsin, bu inson bo'lsin, hammasini men ibodat qilish uchun yaratdim deydi. Endi bu oyatni men musulmon degan har bir odam biladi. Nayte ko'p anglagan bo'lishinglar mumkin. Lekin sizlar ibodatning ma'nosini deb tushunib keldinglar qarindoshlar. Siz ibodatni mush namoz, roza, zakat, haj deb ham tushunib keldinglarmi? Undaq emas. Bular ibodatning ma'lum bir qismi. Haqiqiy ibodat degan nima? Alloh subhanahu va taolo haqiqiy ibodatni sura An'amning 162-oyatida bayon qilib, shunda deydi: "Qul a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin." Sen degin deydi. Mohiyatda mening namozlarim, mening ibodatlarim, mening hayotim va mening mamotim
faqat olamlarning Rabbi bo'lgan Alloh uchundir. Ya'ni barliqim, mayli namoz bo'lsin, mayli ibodat bo'lsin, mayli o'lay, mayli tirlay, zoda hayot mamotliqim, ashu jinim, qinim hammasi Alloh uchun deb mushunda degandir. Mana bu ibodat qarindoshlar. Biz hamma zoda bizning hayotimizdagi butun hayotimiz Alloh uchun. Namoz bo'lsin, ro'za bo'lsin, har qanday ish, mayli bizning boshqalar bilan qan aloqamiz bo'lsin, yoshligimiz bo'lsin, qiyinligimiz bo'lsin, sog'lomligimiz bo'lsin, zoda hayotimizdagi zarrachilik ishlar, hayotimizdagi sukunat daqiqalar, mushning hammasi o'zguchilik Alloh uchun bo'lish, mana bu ibodatning tushunchasi qarindoshlar. Ya'ni biz shu balog'atga yetgandan tortib to o'lguchilik butun hayotimiz Alloh rizoligi uchun bo'lish, mana bu ibodatning ma'nosi qarindoshlar. Demak, ey islom yoshlari, mana biz ibodatni mushunda tushunsak, biz haqiqatan hozirgacha Allohga ibodat qilgan holatda yashab o'tibmizmi? Alloh subhanahu va taolo bizni yaratishdagi maqsad, muddaoni, hikmatni biz o'rindab o'tibdikmi? Biz o'ylab boqaylik yoshlar, ey mu'min yoshlari, ey mu'min qiz o'g'il yoshlar, biz qanchalik yashamiz? Biz yana 10 yil yashamizmi? Yo 1 yil yashamizmi? Yo 1 daqiqa, 1 minut yashamizmi? Mana o'tgan yilqi bir necha yoshlar hozir yo'q. Ularning hayotlik sahifalari yepildi. Ular zaminning ustida emas, zaminning ostiga yo'tkaldi. Alloh subhanahu va taolo butun koinotga muayyan bir ajalni bekitdi. Undaq bo'lgan ekan, biz bir minutm vaqtimizni zayi qilishga bo'lmaydi. Biz ozgina kuchimizni, ozgina bir aqliy amgikimizni mushundaq fani ishlarga, mushundaq bizga oxiratda asqatmaydigan ishlarga zayi qilishga bo'lmaydi. Bizning mush oxirat uchun foydali ishlarni qilmagan har qanday vaqtimiz, oylarimiz, kunlarimiz, yillarimiz biz uchun bir cho'ng yo'qotish, cho'ng bir ziyon qarindoshlar. Biz qiyomat kunsi 20 yil, 30 yil, 40 yilni bizning yashimizdan hech qanday bir foydasiz o'tkazilganligimizni bayqagan vaqtimizda buning naqadar cho'ng ziyon ekanligini biz his qilamiz qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda deydi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Istajibu li robbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah, ma lakum min malja'i yawma idhin va ma lakum min nakir." Alloh tarafidan kelgan qayturg'ul bo'lmaydigan qiyomat kuni kelishdan burun sizlar Parvardigoringlarning da'vatini qabul qilinglar. Bu kunda sizlarga qochadigan joy topilmaydi. Sizlar qilmishinglarni inkor qila olmaysizlar. Ya'ni shundoq bir kun keladiki, bu kunda kun sizlarga takrorlanmaydi. Ya'ni bu kun, ya'ni shundoq dahshatli qiyomat kelishdan burun, ya'ni bu isrof qilayotgan vaqt qayta bir kammaydigan kun kelishdan burun sizlar Allohning nidosini qabul qilinglar. Ya'ni Alloh nima degan bo'lsa, shuni qilib olinglar deydi. Endi biz har bir musulmon yoshlarimiz dinimizda mustahkam turishni yaxshi ko'ramiz. Har bir musulmon qiz o'g'il yoshlarimiz ummatimizni nusrat topqizishni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz Allohning rizoligiga erishishni yaxshi ko'ramiz. Undaq bo'lgandan keyin biz nima qilishimiz kerak qarindoshlar? Endi men sizlarga tövanda 10 ishni deb beraman. Navoda biz mush 10 ishni joyida qilib qolsak, inshaalloh bizning ishimiz muayyan darajada yaxshilik qarab yuzlangan bo'ladi. Endi bu 10 ishning har birisi birdan tasga muhtoj bo'ldi qarindoshlar. Lekin men aniq ixchamlab sizlarga deb beraman. Sizlar qo'lqonlarni ching tutib, mushunga amal qilishinglarni va sizlarning amal qilishinglar uchun Allohning sizlarga yordam berishini Alloh subhanahu va taolodan tilayman. Mushu islom yoshlarining sizlarning birinchi qildigan eng muhim ishinglar bo'lsa qarindoshlar, mush gunoh ma'siyatni tark etish. Siz islom ummati uchun cho'ng-cho'ng ishlarni qilolmasangiz qilamang, lekin eng muhimi gunoh ma'siyat qilmang. Allohni g'azablantirmang. Allohning sizni bergan siziqdan o'tib ketmang qarindoshim. Siz o'ylang, Odam alayhisalomni jannatdan nima chiqadi qarindoshim? Nuh alayhisalomning qavmini nima halok qilibdi? Shaytonni Alloh subhanahu va taolo nima uchun arshi Allohdan qo'g'ladi?
mana bu hammasi gunoh ma'siyatning sababi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunday deydi: "Sizlar men cheklagan ishdan yiroq turinglar. Buyurgan ishni qo'lingizdan kelish qilinglar" deydi. Bu yerda Rasululloh cheklagan ishdan yiroq turinglar deb, cheklagan ishni oldi dedi aynan. Keyindan buyurgan ishni qo'lingizdan kelish qilinglar dedi. Yaxshi amallarni qo'lingizdan kelish qiling, ammo cheklagan ishdan gunoh ma'siyatdan bakshiraq turing qarindishim. Siz islom ummati uchun bir ish qilaman deydi ekansiz, siz o gunoh ma'siyatni qilib turib hargizmi qilolmaysiz. Siz qandoqmi men Allohning yo'lida deyalaysiz, siz gunoh qilib turib, hamda gunohlarning ichidagi eng cho'ng gunoh bo'lsa, mush davomlashgan gunoh qarindoshlar. Shuning uchun mush darsni anglagandan tortib biz qat'iy bir qarorga kelib, mush o'zimizda davomlashib kelayotgan bir gunoh ma'siyat bo'lsa, buni qat'iy uzayli qarindoshlar. Mayli bu gunoh ko'zimiz orqali bo'lgan gunoh bo'lsin, yo quloqimiz orqali bo'lgan gunoh bo'lsin, yoki tilimiz orqali bo'lgan gunoh bo'lsin, yoki o'zaro do'st birodar qiz o'g'ilning ichida bo'lgan gunoh bo'lsin, yoki xizmat ichida bo'lgan gunoh bo'lsin, yoki zot har qanday bir gunoh bo'ladi ekan, biz bir samimiy sadoqatlik bilan tövbe qilib bu gunohdan qo'l uzaylik qarindoshlar. Biz Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan aloqamizni oppoq yangi bir sahifa bilan boshlaylik. Biz yangidan to'lgandek boshlaylik. Bu birinchi ish. Ikkinchi ish bo'lsa qarindoshlar, mush dinimizni bilish, tushunish. Bu bizning dinimiz ajoyib bir ulug' din. Bu dinning ulug'ligi har qanday bir siz o'ylagan xiyolingizning chegarasini eshib tushgan. Bizning uqumimiz, tushunchimizning chegarasini eshib tushgan shunda bir ulug'liq. Bizning dinimiz, bizning qinimiz. Bizning dinimiz, bizning jinimiz. Bizning dinimiz bo'lsa islom dini. Bu din ajoyib bir haq dinki, bu dinning haqligiga butun dunyodagi insonlar itrof qiladi. Amal qilmasimi Qur'onning Allohning kalomi ekanligini hozirgacha hech kim bir ilmiy usul bilan inkor qila olmadi. Bu islomda hech qanday bir bo'shliq, hech qanday bir xatolik yo'q. Bu islomni hech kim hozirgachilik ya Qur'ondan ya bir hadisdan bir ilmiy xatolik ya mantiqiy bir xatolik, hech qanday bir xatolik topolmay keladi. Bizning dinimizda bir xatolik yo'q. Bizning dinimiz bo'lsa ajoyib, takomul, mukammal bir to'g'ri din. Uzun vaqtlar o'tib ketdi qarindishim, lekin siz bu diningizni haqiqiy bilmayapsiz. Siz aqidangizni tanishga muhtoj. Siz islom ahkom shariatini bilishga muhtoj. Islomning axloqini bilishga muhtoj. Siz islomdagi kishilik munosabat qoida qonun tuzumlarini bilishga muhtoj. Siz o'zingizning jonijon payg'ambaringiz suyimlik Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ish izlarini bilishga muhtoj. Siz sahobalarning hayotini bilishga muhtoj. Siz musulmonlarning tarixini o'qib tushunishga muhtoj qarindishim. Siz mush 1400 yil jarayonidagi islom tarixini bilishga muhtoj. Siz Robbingizni, payg'ambaringizni, diningizni tanishga muhtoj. Shuning uchun mushuningga alohida vaqt ajratib, mush dinni tushunishga qattiq kuch qo'yaylik qarindoshlar. Mana buni tushunmay turib biz islomga ummatga yordam qila olmaymiz. Uchinchi ish bo'lsa qarindoshlar, uchinchi ish bo'lsa mush ilm, bilim elish va mushu iymonimizni saqlab qilish uchun uchinchi ish bo'lsa, haftada bir qatim, zodi boshqa vaqtda mayli, haftada bir qatim oilamizda iymon, islom o'rganish uchun vaqt chiqarish. Bu bak muhim qarindoshlar. Endi bizning hozir Uyg'ur sharoitimizda o'zimizning dinimizni o'rganolmaydigan bir sharoit bo'lib qolyapti. Endi bunday sharoit qanday qilishimiz kerak? Bizning yo masjidlarimizda xohlagancha din ahkam o'rganolmaymiz. Yo bizning diniy maktablarimiz yo'q. Ya bizning diniy kitobxonlarimiz yo'q. Ya bizningki o'zimizningki diniy jamiyatlar yo'q. Unda bo'lgan ekan, o'zimizning diniga kafolatlik qilish uchun, keyingi avlodlarning diniga kafolatlik qilish uchun haftada oilada 1 soatdan 2 soatgacha o'ltirib din o'rganishimiz kerak. Qanday qilishimiz kerak?
biz shanba yo yakshanba kuni bolalar maktab bormaydigan bir kunda birinchi soatda oilada Qur'on o'rganish. Butun oila egalari qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Qur'on o'rganish. Birinchi soatlik dars Qur'on o'rganish bo'lsin. Ikkinchi soatlik dars yoki diniy tabliğ ahkomni anglash yoki bir diniy kitoblarni o'qish bo'lsin. Uchinchi soatlik dars Uyg'urcha duo qilaylik. Ummatningki mushu baloi ofat musibatdan qutulish uchun butun dunyo musulmonlarning baloi ofat musibatlardan qutulish uchun zulmning ko'tarilishi uchun avlodlarimizning insofi uchun musulmon yashash uchun zodi bizning ko'nglimizda Allohdan nima tilmoqchi bo'lsak shuni Uyg'urcha duo qilaylik. Bolamizga nasihat qilmoqchi bo'lsak nasihatni duo qilish bilan qilaylik. Balam namoz o'qidimi ey Alloh men balam namoz o'qidan qilpasla. Voy balam yaxshi odam bo'lmay balam ey Alloh men balamni yaxshi odam qilpasla deb mushuna duo qilish bilan oyoqlashtirib har bir o'ltirishni 3 soatga bo'lib, birinchi soatda Qur'on o'qinish, ikkinchi soatda diniy tabliğ anglash yoki kitob o'qish, uchinchi soatni duo bilan mushlaq qilib, oyda 4 qatim mushunda o'ltirib, mush oilamizningki musulmon oila bo'lish uchun adoqqicha iymon islomda ching turish uchun mush ishni oila qonun qilib o'taylik qarindoshlar. To'rtinchi muhim ish bo'lsa, biz har bir musulmon nima ish qilsak, shu ishni nihoyat voyaga yetkazib puxta qilaylik. Agar o'qiganlarimiz bo'lsa, voyaga yetkazib o'qiylik. Tijoratchi bo'lsak, nihoyat yaxshi tijorat qilaylik. Ish qilib biz bir alohida boshqalarning oldida turaylik. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda Alloh subhanahu va taolo siz nima ish qilsanglar puxta qilishni sizlarga farz qildi deydi. Biz doktor bo'lsak, shu kasbimizni davomli taraqqiy qildiraylik. Diniy olim ulamo bo'lsak, davomli kitob o'qib, davomli kitob ko'rib, buningda biz nihoyat oldiga ilgirlab a'lochi bo'laylik. Zodi biz nima o'rganaylik? Har bir musulmon o'zida bir xil mahorat yetildirsin. Bizni non qilib bo'lmasin. Bizni qo'ldan ish kelmaydigan odam bo'lmasin. Bizda sen nima ish qilsa desa, men falon ishni qilma, falon ishni qila olmayman deb har bir musulmon o'zida bir xil kasbni, mahoratni yetildirsin. Mana bu yoshlarimiz mushunda bo'lish kerak qarindoshlar. Hozir ilm ma'rifat nihoyat ko'payib ketdi, kasb ko'payib ketdi. Har birimiz o'zimizda bir xil kasbni, shu kasbni kasbiy holatda nihoyat puxta egallab, mushni islom uchun, ummat uchun xizmat qildirlik. Hammamizda bir xil mahorat bo'lsin. Qo'limizdan ish kelmaydigan odam bizda bo'lmasin qarindoshlar. Mushunda bo'lgan chog'da islom uchun xizmat qila olamiz. 5-ish bo'lsa, biz mushu kishilik munosabatni yaxshilaylik. Oilada er bilan ayol, dada bilan bola, musulmon bilan musulmon. Mushu kishilik munosabatni Qur'on, hadis bo'yicha mushning ko'ngil bilaylik qarindoshlar. Ota-onamizga shundoq yaxshi bola bo'laylik. Ayolimizga shundoq yaxshi er bo'laylik. Bolalarimizga shundoq yaxshi dada bo'laylik. Dadimizga shundoq yaxshi bola bo'laylik. Islom mushada nimani ko'rsatgan bo'lsa, mush kishilik munosabat, tuqqandochilik, musulmondochilikdagi aloqa mushniga nihoyat ko'ngil bo'lib, mushningda islomda nima ko'rsatgan bo'lsa, shuningga diqqat qilaylik. Shu bo'yicha yashaylik. Mana mushunda qilsak, biz nurg'un bizda yaxshilanish bo'ladi. Chunki o'zining tuqqanlariga, o'zining ota-onasiga, o'zining oilasiga, o'zining qo'shnilariga, mash o'ziningki atrofidagi odamga yaxshilik kelmagan odamdan islom ummatiga, islom jamiyatiga, musulmonlarga yaxshilik kelmaydi. 6-ish bo'lsa, qarindoshlarimiz, mash o'zimiz orlashadigan do'st birodarlarni nihoyat yaxshi tanlaylik. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: bir inson o'zininki orlashadigan odamning dinining ustida bo'l deydi. Shunda bo'lgandan keyin orlashadigan odamlarni nihoyat qarab, tanlab orlashinglar deydi. Ya'ni biz kim bilan orlashimiz? Navoda shu odam bilan orlasak, shu odam bizga Allohni aslata olsa, shu odam bizning taqvoligimizni oshira olsa, maxfiyatligimizni boshqalarga deb qo'ymasa, o'zi taqvo, mu'min, musulmon bo'lsa, bilimlik bo'lsa, ya'ni bizning dunyo oxiratimizga foydasi tegsa, onundan keyin u bizning orlashadigan odam. Shuning uchun mush orlashadigan odamlarni nihoyat tanlab orlatish qarindoshlar. Yolg'iz yashag'olmaydi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shayton yolg'iz odam bilan bo'ladi, ikki odamdan sal jiroqroq degan. Yana bir hadisda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam sizlar jannatning o'ttirsiga kirmoqchi bo'lsanglar, jamoat bilan lozim tutinglar, ya'ni musulmonlar jamoat bilan birga yashanglar degan. Shuning uchun yolg'iz yashash, do'st tutmaslik nihoyat xatarli.
ammo do'st tutgan chog'da chuqum dindor axloqli yaxshi odamlar bilan do'st tutish. Buningga yana buni ijtimoiy aloqa deymiz. Mush ijtimoiy aloqadagi kishilar bilan anayda tanlash va bular bilan bo'lgan aloqaga ahamiyat berish, buni chaskanmas xohlagancha uzib tashlash buningga bo'lmaydi qarindoshlar. Mush ijtimoiy aloqani anayda kuchaytirish. 7-ish bo'lsa qarindoshlarimiz, biz yashayotgan reallikni tushunish kerak. Ummatningki hozirgi ahvolini o'zgartiraman degan odam navbatdagi reallikni tushunmasa, uning o'zgartishi mumkin emas. Shuning uchun navbatga har qanday bir musulmon qiz o'g'il yoshlari mush hozirgi dunyo vaziyatini, o'zi yashayotgan vaziyatni to'g'ri tushunish kerak. Bo'libmi islom dunyosini, butun dunyoni tushunish kerak. Mush islom dunyosini tushunish muhim. Shuning uchun dunyoda bo'layotgan muhim voqealiklarni davomli kuzatib turish, dunyoda bo'layotgan islom dunyosida bo'layotgan voqealiklarni siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy masalalarni inch kuzatish, mushto'g'riliq xabarlarni ko'rish, mushto'g'riliq kitoblarni o'qish. Masalan, Misrda nima bo'layotdi, Falastinda nima bo'layotdi, Tojikiston, O'zbekiston, Pokiston, bu nima bo'layotdi dunyoning ishlari. Cho'ng-cho'ng Amerikadaymiz, Yevropadaymiz, bu davlatlar nima bo'layotdi? Mush dunyodagi bo'layotgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va harbiy bu cho'ng-cho'ng o'zgarishlarni bilib turish, buni bilish, ko'ngil bilish, mushning vaqt ajratishimiz kerak qarindoshlar. Biz televizor torlarni ochib, kino ko'rib, o'yin o'ynamay, xabarlarni, mushning aloqador materiallarni ko'rishimiz kerak. 8-ish bo'lsa, har qanday bir musulmon qiz o'g'il yoshlari mush tan harakatga ko'ngil bilishimiz kerak. Bo'libmi o'zimizni chiniqtiradigan, badanimizni kuchaytiradigan bir xil tan harakat, davomli tan harakat qilib turishimiz kerak. Chunki bu tan harakat deganninki jismimizning sog'lomligiga foydali, jismimizninki kuchli turishga foydali, buning nurg'un foydasi bor. Aqlimizga foydali, o'zimiz yenik bo'lamiz, sog'lom bo'lamiz. O'ylab boqaylik qarindoshlarimiz. Ash Muaz ibn Amr ibn Jumuh bir qarashdan Abu Jahlninki putini uzatdi. Demak, bular mashqon odamlar demakchi. Mashqimiz qanday uzalaydi? Bu Rasul akram sallallohu alayhi va sallam mush o'xiyo etib, ot minib, mashq qilayotgan yoshlarni ko'rib, mening dadam, onam sizlar uchun fido bo'lsin deb aytgan qarindoshlar. Shuning uchun tan harakat bu dinimizda nihoyat muhim. Suv uzishdaymiz, o'zimizni qo'g'dash harakatlaridaymiz, ig'irlik ko'tarish harakatlaridaymiz, ot minishdaymiz. Mushular bir musulmon uchun nihoyat muhim. Va shu odamning ruhiy kayfiyati uchun nihoyat muhim. Bizningki badanimizning bizga bo'lgan haqqi shu badanimizga sog'lomlik, foydali ishlarni qilib berish. Shu qatordan tan harakat bizga bo'lgan bir diniy majburiyat. Buni har qanday bir yoshlar tark etmaslik kerak. Islom ummati bizning aqlimizga muhtoj bo'lganda, bizningki jismimizga muhtoj. Buni chuqur bilaylik qarindoshlar. 9-ish bo'lsa, boshqalarni dinga da'vat qilish. Hamda biz o'zimiz mushu dinning halovatini, lazzatini tatgan ekanmiz va mushu o'zimizga ortilgan mas'uliyatning qanchalik cho'ng ekanligiga iymon keltirgan ekanmiz. Boshqalarni mushu yo'lda mengishqa, biz tatgan lazzatni tetishqa chaqirishimiz kerak. Biz o'zimiz kirgan bu haq yo'lga, o'zimiz mangan bu islomga boshqalarni da'vat qilishimiz kerak. Biz ularni da'vat qilsak, shu da'vatning ajrini olamiz. Navoda ular bizning gapimizga, ya'ni Alloh uning qalbini ochib, shu din islomga kirib qolsa, u kirib ta o'lgich qilgan barliq yaxshi amallari, zakat, namoz, haj, roza, butun qilgan cho'ng-kichik amallarning bir nusxasi bizning nomi amal daftarlarimizga yozildi qarindoshlar. Buni faqat unutib qolmasligimiz kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo "Va man ahsanu qawlan mimman da'a ilalloh" Allohga da'vat qildimmi katta, ulug', yaxshi, go'zal bir so'z bormi deb mush da'vat qilishning nihoyat eng ulug' xizmat ekanligini Qur'oni Karimda bayon qilgan. Shuning uchun mush da'vat qilish. Bu da'vat qilishning har xil usullari bo'ldi. Bu vaqtda men bir ikki dars so'zlagan, oxirat darsida buncha sanlar bo'ldi. Mana bu 9-ish, 10-ish bo'lsa. 10-ish bo'lsa qarindoshlar,
mush vaqtni qandoq o'tkazish, ya'ni bir musulmon bir kunlik 24 soatlik vaqtni qandoq o'tkazish, mushni yaxshi bir ratkiseling. Siz yaxshi ish qilmoqchi bo'lsangiz, bir plansiz, bir hayotingizni tartibga solmay turib yaxshi ish qila olmaysiz. Hamda siz yuqorqi ishlarning bir qimmati bor ekan deb qarasangiz, shu yuqorqi ishlarni, men degan 9 ishlarni amalga oshirish uchun mukammal bir planingiz bo'lsin. Mushning ichidagi eng muhim planning ichidagi muhim plan shu vaqt plani. Siz tanarkat uchun bir vaqt ajratmasiz olmaydi, da'vat qilish uchun vaqt ajratmasiz olmaydi, o'zingizni bir mahorat yetildirish uchun vaqt ajratmasiz olmaydi, musulmonlarning ahvolini bilish uchun vaqt ajratmasiz olmaydi. Shuning uchun biz dinda vaqt nihoyatda muhim. Biz namozni nima uchun o'qiymiz? Shuni bir vaqt qimmat qarshi bo'lishimiz kerak. Oldida o'qib qo'ysak asl bo'lmaydi, keyin o'qib qo'ysak asl bo'lmaydi. Biz hozir nima ish qilamiz? O'tgan soat nima ish qildik? Yana bir soatdagi nima ish qilamiz? Bizning kundalik, haftalik, oylik, yillik planimiz, vaqt tartibimiz aniq bo'lish kerak qarindoshlar. Chunki bu vaqt bo'lsa, bizda bor bo'lgan eng qimmatli boylik mana bu shu. Bu vaqt bo'lsa bizning dasmoyimiz. Vaqtning ba'zi o'tdi deganlik bizning hayotimizning ba'zi tudi deganlik. Shuning uchun buni zay qilishga qat'iy bo'lmaydi. Darsim bak uzrab ketdi. Bu 10 ishning hammasini birdan dars qilib so'zlasak bo'ldi, lekin vaqt masalasi bilan mushada darsimni oyoqlashtiray va shuning bilan birga men bu 10 ishni qaytadan bir sizlarga davatay. Birinchisi bo'lsa gunoh ma'siyatni tashlang, ikkinchisi bo'lsa diningizni tushuning, uchinchisi bo'lsa oilangizda din o'rganing, to'rtinchisi bo'lsa o'zingizda bir xil mahorat yetildiring, beshinchisi bo'lsa kishilik munosabatni yaxshilang, oltinchisi bo'lsa oralashgan odamni tanlab aralashing, yettinchisi bo'lsa o'zingiz yashayotgan dunyoni tushuning, sakkizinchisi bo'lsa harakatchan, tanharakatchi bo'ling, to'qqizinchisi bo'lsa boshqalarning diniga da'vat qiling, 10-inchisi bo'lsa vaqtingizni ratga soling. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin